Assalomu alaykum. Navbatdagi videomiz Sangro invertorlarida davlat tarmog'idagi muammolarni bartaraf qilish bo'yicha video qo'llanmamiz. Invertorlar ko'pchilik joylarda, ko'pchilik obyektlarda tarmoqda nostabilligi, ya'ni kuchlanish balandligi, pastligi, chastotaning past-baland o'ynab turishi holatlarida qanday yo'l tutish kerakligini ko'rsatib o'tamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda grid under voltage degan muammolar ko'p. Bu yerda har xil obyektlarimiz bor. PV abnormal alarm degani bu sistema xatoligi invertorda, misol PV liniyalarida kelayotgan tok oqimining PI, ya'ni zazemleniyaga aloqador qayerdadir kontakt berib qolishi, utichka bo'lishligi oqibatida sistema o'zini mana shunaqa ashifga berib invertorda ogohlantirish kelib turadi. Keyingilari grid under voltage, bu напряжение pastligi yoki напряжение yuqoriligini bildiradi. 3 fazali liniyalarda bir faza, misol tariqasida aytadigan bo'lsak 250, ikkinchi fazada 240, uchinchi faza 220 holatlari ham kuzatilib turadi. Ba'zilarda напряжение stabilligi pastga tushib ketadi, ya'ni 170, 180, 110 ga ham tushib ketgan obyektlar bor. Buni ko'rib chiqsak vaqt yetmaydi. Umumiy holatda tushuntiradigan bo'lsam, mana shunaqa holatda buni tuzatishda eng samarali yo'li invertorda nastroyka qilish kerak bo'ladi. Misol, bitta muammo bo'layotgan obyektimiz, hozir buni ko'rib chiqamiz. Bu obyektni ham ko'rishingiz mumkin. Mana bu davlat tarmog'i o'rtacha, lekin ikkinchi fazada tok o'ynab turadi. Ba'zida uziladi, ba'zida qisqa tutashuv bo'ladi. O'sha paytlarda invertor o'zini o'chiradi. To'g'ri, qisqa tutashlarda o'chirish kerak, lekin напряжение tushib ketganda ham ishlab berish uchun hozir yozgi paytlarda aholining iste'moli balandligi hisobiga qaysidir liniyalar tushib ketadi, qaysidir liniyalar ko'tarilib ketadi. O'sha holatlarda ham stabil invertor ishlab turish uchun buni nastroyka qilib chiqishimiz kerak bo'ladi. Nastroyka bo'limida general information, fault, query va setting bo'limida o'tsak, setting bo'limida production parameter degan joyi bor. Production parameterda level 1 ga o'tkazamiz. Level 1 da mana ko'rishingiz mumkin. Liniyaning qaysi diapazonigacha stabil ishlab tura oladi. Mana bunaqa parameter setting, siz o'zgartirilgan parametrlarni ko'rishingiz uchun have a look ko'rishingiz mumkin. Agar kerak bo'lmasa, go it deb bossangiz bo'ladi. Go it deb bosganda under voltage level 1 bu o'sha invertorda eng past kuchlanishda qaysi chegaragacha ishlashi. Bunda 180 ko'rsatilgan. 175 oralig'iga qo'ysak bo'ladi. Over voltage level 1 production short. Bu напряжениyaning eng yuqori chegarasi. 270 voltgacha invertor o'zini yaxshi holatda ishlatib bera oladi. Uchinchisiga keladigan bo'lsak, under frequency level. Bu chastotaning eng past chegarasi. Bu 48.5 Hzda tursa bo'ladi. 4-qatorda chastotaning yuqori chegarasi. 51.5 qilsak to'g'ri bo'ladi. Under voltage, bu o'sha under voltage liniyada 175 voltdan pastga tushadigan bo'lsa o'chirish kerak bo'ladi. O'shani o'chirish vaqti hisoblanadi. Bu 1 sekund
Biz buni 2,5 sekundga qo'yamiz. Under voltage level 1. Bu bo'lsa 6-si напряжениyaning eng yuqori chegarasi kutib turiladi. 285 ta oshganda kutib turiladi. U agar напряжение qaytmasa 3 sekund ichida qayta ko'rib chiqib, agar qaytmaydigan bo'lsa o'chiradi, invertorni himoya qilish kerak bo'ladi. 7-si bo'ladigan bo'lsa, chastotaning eng past chegarasidan tushib ketayotgandagi o'chirish vaqti kutib turiladi. Bunda ham chastota agar 48.5 dan tushib ketadigan bo'lsa, bu 1,5 sekundda o'chirish kerak bo'ladi. 8-si chastotaning eng yuqori chegarasidagi o'chirish vaqti. Xo'p, bu 2-6 sekundga to'g'rilasak bo'ladi. Over voltage prediction remover. Bu напряжениyaning qaysi chegaraga qaytishda qayta ishga tushirish. Misol bizda mana bu yerda 270 voltda o'chiradigan bo'lsa, 269 voltga qaytganda invertor o'zini ishga tushiradi yana qaytib. 9-si bo'lsa chastota напряжениyaning eng pastki chegarasi 175 dan pastga tushganda invertor o'zini o'chiradi. 176 ga qaytganda invertor yana o'zini avtomatik ishga tushirishni boshlaydi. Chastota bo'ladigan bo'lsa, yuqori chastota o'sha 51.5 dan oshgan paytda invertor o'zini o'chiradigan bo'lsa, 51.49 ga qaytganda invertor yana o'zini ishga tushirishni boshlaydi. Chastotaning eng past chegarasida qayta qo'shish qiymati. Bu chastota 48.5 da o'zini o'chiradigan bo'lsa, 48.51 da o'zini yana qayta ishga tushiradi. Qolganlari kerak emas. Qo'shimcha parametrlar o'chirish vaqtlari level 2 darajasidagi. Agar men tepa tomon ishlab bera olmasa, invertor zashta qila olmasa, keyingi level 2 parametrlarni to'g'rilab chiqsa, ikkinchi etapda invertorni himoya qiladi. Bu invertorda generatsiyasi uchun eng katta ta'sir qiluvchi omillardan biri hisoblanadi. O'shaning uchun buni to'g'ri hisob-kitob qilib, to'g'ri yuritadigan bo'lsak, invertorlarimiz stabil, normal holatda ishlay boshlaydi. Buni nastroykalarni to'g'rilab bo'ldik. Endi buni saqlash uchun Apple Settings bo'limini bosamiz. Sen mana shu chesloda mana shu parametrlarni o'zgartirmoqchisan, tasdiqlaysanmi deyapti. Endi bu yerda o'zbekchasini aytyapman. Apple parameter setting. Sen aminmisan mana shu parametrlarni o'zgartirishga deyapti. Confirmni bosamiz. Xo'p, bu yerda parametrlar o'zgardi. Bu yerda o'sha parametrlar o'zgarganini ko'rish uchun have a look ni bosadigan bo'lsak, bu yerda yuklab beradi. Ustiga kirsangiz, bu yerda mana hamma parametrlar qaysi level 1 dami, level 2 dami, o'shani ko'rsatib boradi. Напряжение ko'rsatilgan. Hammasi shu tarzda. Save as template deb bosamiz. Yuklab oldi. Kerak bo'lsa yuklab xotiraga saqlab qo'yishingiz mumkin. Xohlasangiz shart bo'lmaydi. Integrate connection bu o'zi 50 Hz da turishi kerak. Startup shutdown. Bu yerda invertorda masofadan turib o'chirish imkoni bor, yoqish, ishga tushirish imkoni ham bor. Startupda bu invertor ishga tushish kerak. Xuddi shu holatda general informationga qaytamiz. Hammasi to'g'ri ishlab turibdi. Mana ko'rishinglar mumkin. O'rta faza juda o'ynab turadi. 3-faza bilan 2-faza aniqroq.
3 faza ko'tarilib ketadi, 3 faza tushib ketadi asosan. Endi xudo xolasa bu напряжение misol mana bu 3-faza 270 gacha ishlab beradi. Ikkinchi faza agar tushib ketadigan bo'lsa 170 gacha ishlab bera oladi. Stabil, normal holatda ishlaydi. Hozir 10 kilovatli obyektimiz 8 kilovat bermoqda. Xuddi shu tarzda Sangro invertorlarda nastroyka diapazonlarini to'g'irlab chiqish kerak bo'lsa, mana shu video orqali foydalansangiz bo'ladi.